Başliq, men ruxsat so'raydigandim. Kiring. Başliq, xeyrdar kaptiga sizni saqlayotdi. Bo'ldi, uqdim, siz chiqashtiring. Ma'qul. Nima ruxsat so'raysizlar? Shu dadam g'ar qilib doktorxonaga kirib qolgan, dadam qaraydigandim. Doktorxonaga siz basingizmi ancha ko'p yordam qilib bo'lmaysiz da. Hozir uningizga yangi xaridor kelibdi. Mushu turni siz tutib, darhol planni amalga oshirib eting. Sizga ruxsatni beramayman. Ma'qul başliq. Rayla, bu qetim ifodingiz pek yaxshi jumu. Agar to'xtam tuzilib qolsa, sizga xeyli ko'p mukofot bor. Rahmat sizga başliq. Kiring. Xush xabar başliq, yangi tur bilan hamkorlik o'rnatdik. Ajab yaxshi. Mana ishqinglarning tirishchanligi natijasida bu turma oxir bitibdi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Anandan keyin sizga ishni mal qilib qo'ydim. Raylaning dadasining doktorxona pullari hammasi hal bo'ldi. Rahmat sizga başliq. Ha, hech qisi yo'q Rayla. Xizmatdoshlar o'tirsida mana shunga o'xshash mehr muhabbat bo'lishi kerak. Ondan bizda natija bo'ladi. Adila, yaxshi o'rlashtirish qilibsiz. Rahmat başliq. Xizmatdoshlarning hammasi bizni past saqlayotdi. Berib Raylaning dadasini ko'rib kelaylik. Bo'ldi, shunday qilaylik. Yuringlar, mayli. Hier ist noch lang nicht Schluss.